Ma'lum, O'rta Osiyo xalqlari bilan bir qatorda Qozog'istondagi Uyg'urlar yillardan buyon Navro'z bayramini dag'dug'iliq o'tkazib kelmoqda. Uyg'ur madaniyat markazi, Uyg'ur teatri va Uyg'ur oqsoqollar jamiyatining birlikda o'rinlashtirishi bilan Olmaota shahridagi 153-Uyg'ur to'liq o'rta maktabida dag'dug'iliq Navro'z faoliyati o'tkazilmoqda. 2 kun davomlashgan faoliyatning tunji kunida har qaysi millatlarning an'anaviy san'at numurlari ko'rsatildi. Ikkinchi kunida bo'lsa Uyg'urlarning san'at va madaniyati tunishtirildi. Uyg'ur harakati va Uyg'ur tadqiqot markazi Yevropa ittifoqidagi aloqasi va faoliyatini davomlashtirib, irqiy qirg'inchilikning ziyonkashligiga uchragan Uyg'urlarning vaziyatini tunishtirdi. Oldingi hafta Uyg'ur harakatining rahbari Roshan Abbas, Uyg'ur tadqiqot markazining mudiri Abdullakim Idris va Men singlimni izlayapman nomli hujjatli filmning rejissyori va ishlayuvchisi Javod Mir Ispaniyadagi bir universitet tarafidan uyushtirilgan hujjatli filmning qo'yilishiga qatnashdi. Orqadan Roshan Abbas, Abdullakim Idris va Javod Mir bosh elchilar, diplomatlar va diniy dahiylar bilan birlikda Amerikaning Vatikandagi bosh elchixonasi sohibxonlik qilgan Singlimni izlayapman nomli hujjatli filmning qo'yilishiga qatnashdi. Pakistan Bosh ministri Imron Xon Sharqi Turkistonda millionlagan Uyg'ur va boshqa musulmonlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoyning payg'ambarning ta'limotiga amal qilganligini aytdi. Islomning payg'ambari Muhammad alayhissalomning insoniyatga rahim shafqat sifatida avatilganligini tilga olgan Imron Xon Xitoyning bu liniyada ketayotganligini aytdi. Yana bir tarafdan Pakistan Tashqi ishlar ministri Shoh Muhammad Qurayshi Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishgandan keyin Beyjingning Islomobodning ishonchli ittifoqdoshi ekanligini va bundan keyin shundoq bo'ladiganligini aytdi. Dünya Uyg'ur qurultiyi uyushtirgan 2022 yillik Uyg'ur yoshlarini tarbiyalash kursi 27 mart kuni Turkiyaning Bursa shahrida oxirlashdi. Dünya Uyg'ur qurultiyi va Bursa shahri Osman G'ozi rayonlik hukumatning qo'llashi bilan 25 martdan 27 martgacha Bursadagi Ramadan mehmonxonasida o'tkazilgan mazkur kursga faoliyatchilar, siyosiy faoliyatchilarning vakillari va akademiklar, yoshlar qatnashdi. Türkiye Devlet Reisi Recep Tayyip Erdoğan O'zbekistonda ziyoratda bo'ldi va Turkiya bilan O'zbekiston o'rtasidagi yuqori darajalik strategik hamkorlik kengashining ikkinchi qatimliq uchrashuviga qatnashdi. Erdo'g'an O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev bilan o'tkazgan birlashma muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilib, ikki davlat munosabatini yaxshilash uchun 10 turli hamkorlik kelishimining imzolanganligini e'lon qildi. Erdo'g'an ziyoratining ikkinchi kunida Urganch shahriga bordi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Marokashning Rabat shahrida Abu Zabi valiahdi shahzoda Muhammad bin Zayd Al Nahyan bilan ko'rishib, rayonning bexatarlik masalasini muzokara qildi. Afg'onistonga qo'shni davlatlar tashqi ishlar ministrlarining 3-qatimliq uchrashuvi Xitoyning Anxuy o'lkasining Tunshi shahrida boshlandi. Ukrainaga tajovuz qilgandan buyon tunji qatim Xitoyni ziyorat qilgan Rossiya tashqi ishlar ministri Lavrov Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishganda G'arbning jazosiga qarshi hamkorlikni ta'kidladi.